Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Motoblogingning komplekt holatdagi variantlari ham bormi degan so'raganlar uchun alohida bugun komplekt holatda yig'ib obzor qilib o'tamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, oldimizda 7 ot kuchiga ega ekonomishniy Atlas motoblogi bo'ladi. Korobkalari o'ta baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Motorlari 7 ot kuchiga moslangan, baklari 5 litrli, yoqilg'i turi benzin bo'ladi. O'ta ekonomishniy. Bitta to'ldirib benzin qo'yib qo'ysangiz, kamida 10-15 soatgacha bemalol ishlay oladi. Undan tashqari motoblogimizning qo'shimchasiga balonlari 500 ga 10 shiroki variantda bo'ladi. Ya'ni orqasiga arava ulab tortgan holatingizda ham yuk tortayotganda balonlari o'ta ko'proq kuch bera olishi uchun. Motoblogimizning yana bir qulaylik tomonlari faralarda tunning qorong'i qismida bemalol faralarini yoqib harakatlana olasiz. Undan tashqari ko'p motobloglar zavodnoy orqali yurgiziladi va zavodnoy uzilib ketganda almashtirishingcha ko'p vaqt oladi. Bu motoblogimizning qulayligi esa ham zavodnoy orqali, ham kalit orqali yurishida. Bemalol bu yerga kalitlarini qo'yib, kalitda ham yurgizib foydalansalaring bo'ladi. Undan tashqari motoblogimizning komplektida mana 7 ot kuchlidan 17 ot kuchligigacha tushib bir xilda ishlay oladigan aravalarimiz mashina balonga moslashgan bo'ladi. Yuk ko'tarish hajmi esa 550-600 kilogacha bo'lgan yuklarni bemalol ko'tara oladi. Ishlasalar. Undan tashqari aravalarimizning dishlalari aynaladigan dishlalar bo'ladi. Sabab aylanadigan dishlar qilishiga motoblog chuqurlikka tushganda ham motoblogni ag'darib yubormaydi, aravani balansini ushlash hisobiga bo'ladi. Undan tashqari aravamizning balonlariga alohida Matiz barabanlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Sababi ko'pchilik oddiy turbaga vtulka ochib pachinni qo'yib qo'yilyapti, lekin pachinnilar sinib ketishini hisobiga yuk yuklaganda o'shani hisobiga aravalar sinib qolyapti. Shuning uchun biz alohida Matiz barabanlarga moslab o'ta katta qilib ishlangan bo'ladi. Bu aravalarimizni tormozsiz variantda xohlaganlar uchun bu tomonda tormozli ko'proq yuk oladigan variantlari ham bor. Yana qo'shimchasiga nimalar bor deganlar uchun alohida temir balonlari 7 ot kuchli motoblogga tushadi, bitta agatga tushib kultivatsiya qilish uchun moslangan bo'ladi. Bu motoblogimiz qalin temirlardan ishlab chiqarilgan, 5-6 yil indamasdan xizmatlarini qilib bera oladi. Orqasida uchchalik chizillari bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin, qalin profildan yasalgan, o'ta baquvvat ishlangan. Arqalariga qaldirg'ochlari ham katta qaldirg'ochlardan ligirovka bo'ladigan. Oldidagi ikkita naranlilari ham torayib kengayadi. Ya'ni 50, 60, 70 har qanday turdagi agatlarga tushganda bemalol ko'chatga shikast yetkazmasdan foydalanish uchun xuddi shu turdagi qilib yasalgan bo'ladi. Undan tashqari motoblogimizda agat olish uchun alohida agatlar ham bo'ladi bu komplektimizning ichida. Ya'ni bunda kultivatsiya, agat olish, yer haydash hamma ishda qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari motoblogimizning qo'shimchasida 2 xil frezadan foydalanilgan. Ya'ni 4 qatordan 8 qator qalin pichoqlardan beriladi o'zini yer haydashi uchun. Bu tomonda esa yeringiz kesi chiqib qoladi. Har xil holatlar bo'lganda go'nglar aralashtirish uchun frezalari, alohida nasatkalari ham bo'ladi qo'shimchalarda. Undan tashqari orqasida o'zining tormozi. Bu komplektimizga biz yana o'zimizdan qo'shib korobkasi uchun 2 yilga yetadigan yog'lari va motori uchun ishlatiladigan yog'larini komplektga qo'shib beramiz. Sizga shu turdagi arava va komplekt holatda kerak bo'lsa, komplekt holati shu holatini bizdagi narxi atiga 7,5 million so'm evaziga xarid qilib olishlaring mumkin. Komplektida 600 kilogacha yuk ko'taradigan aravasi, mashina balonlariga moslangan temir baloni, orqasida 3 talik chizili, ochari, yog'lari korobka va motor uchun 4 qatordan 8 qator frezasi, kesak maydalash uchun frezalari, ocharlari, undan tashqari tormozlari bo'ladi. Komplekt holida
7,5 million so'm evaziga xarid qilib olishlaring mumkin. Undan tashqari bizga temir balon chizildi o'zi motoblogimiz bor yoki aravasi kerak deganlar uchun ham alohida sotiladi. Ekranni pastida o'zimizning nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilib olishlaring mumkin. Undan tashqari kimga xuddi shu turdagi yoki qo'shimcha qandaydir yangiliklar kerak bo'lsa, kommentariyada o'zlarining fikrlaringni qoldiringlar. Albatta biz o'zimizning ustaxonada yasab, ishlab chiqarib, tekshirib, arzorlarini qilib beramiz.